Apiterapiya haqida eshitganmisiz? Bugun shifo izlab qadimiy tabobat usuli apiterapiya, ya'ni asalari zahri bilan davolaydigan Shayxontohur tumanidagi Bimed klinikaga kelganmiz. Harun apiterapiya haqida biroz ma'lumot bersangiz. Apiterapiya bu asalari zahari va mahsulotlari, ya'ni asalari suti, propolisi, pergasi, gulchangi va asali bilan davolash usuli hisoblanadi. Apiterapiya qanaqa kasalliklarda samara beradi? Yurak qon tomir kasalliklarida, asab kasalliklarida, infarkt, insult, stenokardiyalarda, grijalarda, umurtqa disk chorasi kasalliklarida, bo'g'in kasalliklarida, hozir kuchaygan kasallik, ya'ni aseptik nekroz, o'sha ko'ks artrozlarda va befarzandliklarda samarasi juda ham yuqori. Bir kurs lecheniya necha kun va necha pulga tushadi? Bolalarga 5 kun, yosh kattalarga 11-12 kun bo'ladi. Har bir seans, ya'ni bir kunlik muolajasi ari chaqtirishni o'zi 50 ming so'm bo'ladi. Tabiiy qadimiy usulda davolanmoqchi bo'lganlar Bimed klinikga murojaat qilinglar. Pastda telefon nomerlarini qoldiraman.